Alcatraz qamoqxonasidan qanday qochish mumkin? Birinchi kun. Siz Alcatrazga yetib kelasiz. Temir eshik qarsillab yopiladi. Siz jim turasiz. Qo'riqchilarni kuzatasiz. Polni kuzatasiz. Sizda vaqt va reja bor. 4-kun. Siz narsalarni yig'ishni boshlaysiz. Siniq qashiq, bo'shagan mix. Ularni kravatingiz romi ichiga yashirasiz. Qo'riqchilarni sanaysiz. Kunduzi 36 ta, kechasi 18 ta. 7-kun. Ventilyatsiya orqasidagi devor bo'shashgan. Sho'rqa va betonni yemirgan. Siz har kecha qaziysiz. Chiqqan qo'ldiqlarni cho'ntagingizga yashirasiz. Sayr paytida ularni bo'shatasiz. 12-kun. Siz qog'oz va bo'yoqdan soxta bosh yasaysiz. Uni yostig'ingiz ustiga qo'yasiz. Qo'riqchilar yoningizdan o'tib ketishadi. Siz yomg'ir po'sh va igna o'g'irlaysiz. Qorong'uda kichik qayiq tikasiz. 20-kun. Nihoyat yetib keldi. Tor tunnel endi tayyor. Siz sekin sudralasiz va zanglagan temir quvurlar bo'ylab chiqasiz. Baland tomga yetasiz va keskin sovuq shamolni his qilasiz. Siz tezda rezina qayiqni ishirasiz va muzdek qora suvga sirg'alib tushasiz. La'natlangan orol tuman ichida orqangizda kichrayib boradi. Ertalab soat 6 da baland signal chalinadi. Lekin siz allaqachon ketgansiz.